Noyabr oyida tug'ilganlar. Noyabrda tug'ilganlar uchun mantiq emas, ichki hissiyot muhim. Ular bilishadi, lekin izohlab bera olishmaydi. Bu ularning tabiiy ezoterik qobiliyati. Ularda ruhiy detektor bor. Yolg'on, jasoratsizlik yoki xiyonatni tez his qilishadi. Shu sababli ulardan gap yashirishni foydasi yo'q. Noyabr chayon va qisman o'qotar oyi, ya'ni o'lish va qayta tug'ilish simvolikasi. Ular og'riq orqali o'sadilar. Har yiqilishdan keyin kuchliroq bo'lib qayta turishadi. Bu odamlar gapirmasa ham ularning energiyasi va ko'zi ta'sir qiladi. Shu sabab ularga ko'pincha sirli deb baho berishadi. Ular o'z sirini hech kimga ochishmaydi, hatto yaqinlariga ham. Ularning ichida majusiy himoya bor. Bu ularning tabiiy xavfsizlik mexanizmi. Noyabr ruhlari atrofdagilarni og'rig'ini his qilishadi. Ulardan yaxshi shifokor, psixolog va energiya bilan ishlovchi mutaxassislar chiqadi. Agar sevsa, jondan sevib, agar xiyonatni his qilsa, butunlay yopilishadi. Ular uchun muhabbat bu ruhiy yo'l, shunchaki o'yin emas. Moliyada qirol qul sistemasi, yoki juda boy yoki juda kambag'al bo'lishlari mumkin. Chunki ularning energiyasi keskin. Ularda barqarorlik emas, to'lqinli o'sish bo'ladi. Ular qo'rquv orqali kuchga yetadilar. Noyabrliklar bolaligida ko'p qo'rquv va ruhiy sinov bo'ladi. Lekin bu qo'rquv keyinchalik ularni juda kuchli odamlarga aylantiradi.